Yurtim senga she'r bitdim o'qiyman. Marhamat. Assalomu alaykum yanga, yaxshimisiz? Yaxshi oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Meni bugun muhim ishlarim bor. Shunga akam turmalarmi? Mayli, men ketdim. Ana onasi choylarni olib ketayotgan ishga ketishim kerak bugun. Vallahi iltimos Endi onasi, endi ishda bu. Nima qilish kerak? Bir gap bo'ladi. Men ham ko'rinmaydi. Kecha qo'shnikida to'y bo'lgandi. Bugun kela salomga ketganlar. Ha, to'ydan yaxshi. Oling. Ol o'zing. Onlar turmadimi? O'tir, kelin, o'tir. O'tir bolam, o'tir. O'tiring, yana. Bismillah. Rahmat bolam. Qani, ena, ertalab ko'rinmadingiz? Sizni to'yda dedi. Ha, qo'shning Sobir aka. Qo'rqdi. Voy, endi o'g'lim to'yda aytsam, voy o'laydi. Biroq bag'ri dilim yashnab keldi-ey. Voy, Sobirjon, Rossiyada jaraq pul topganmi deyman-da. Kalimaxon oyingni ko'rsang, ko'ylaklariga sig'may yuribdi. Shunday havasim keldi, endi voy o'laydi. O'g'lim, biz ham bir kun shunday to'y qilarmiz. Ha, ena. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sabr qilaylik-chi. Ishlayapman-ku. Ha, sabrni qachongacha qilardik? Oylik maoshing u oyni boshidan bu oyni boshiga zo'rg'a yetyapti. Senga ro'zg'orni g'or deb qo'yibdi. Kartoshka, piyozni ham oxiri ko'rdim qolgan. Sobir akalarni qarab, ota-bola bir yilga Rossiyaga borib kelib, chakana pul topdimi? Senlar ham shu bir bola bo'lib Rossiyaga borib ishlab kelsalaring nima qilar ekan? Ena, Rossiyaga borib ishlashning ham o'zi bo'lmas. Bilasiz-ku, pulni hech qayerdan yerga sepib qo'ymagan, qiyinchiligi bor albatta. Mehnatdan erkak kishi bo'lmagan, bo'lmaysan. Men ikkita o'g'il tug'ib nima ko'rdim? Unday desam bunday deydi, bunday desam bunday deydi. Hali ham qanday rahmat o'lib ketgan. Bechora bu kunlarni ko'rganda kuyib ketadi. Hop, ena, nima qilsam mendan rozi bo'lasiz? Ayting, Rossiyaga borsam ko'nglingiz tinchiydimi? Ha, bolam, endi bu gap boshqa. Sizlarni yomon bunga demayman, bolam. Men ham shu qo'limiz bir ish tursam, pul ko'rsam deyman. Ha, dadasi, mana tog'am ham o'tgan yili Rossiyaga borib keldi. Dang'illama to'y qildi, dang'illama uy soldi. Yana eshitishimcha yana uchastka solib qo'ygan emish. Ha. Bir yil o'tadi ketadi dadasi. Ana, kelinni ham tog'asi ishlab yuribdi-ku. Akademiya Umidjon ukangni qarab, katta bo'lib qoldi. Uni ham uylantirishimiz kerak. O'g'liga afsus chekib, men ham to'y qilsam deyman, bir qanday to'ylar qilsam deyman. Borsang nima qiladi bolam shu Rossiyaga? Nima qiladi meni shunchalik yig'latib? Nima qilardik? Yaxshi. Ena, siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Men Rossiyaga boraman. Aka, Ulug'bek ke. aka. Men hammasini eshitdim. Men ham siz bilan Rossiyaga ishlagani boraman. Yo'q. Yo'q, Ulug'bek. Sen Rossiyaga bormaysan.
hali o'qishing kerak. Uning ustiga uyga bitta erkak kerak. Jiyanlaringga, onamga kim qaraydi axir? Men Yo'q. ketaman Rossiyaga. Yo'q aka. Gapingiz to'g'ri-ku aka. Aka, mening ham orzu-havaslarim bor. Aka, qachongacha o'zim xohlamagan hunarmandchilikni qilaman. Axir bilasizmi, san'atga qiziqdim. Teatr. San'at deb qancha yondim, lekin kambag'alligim tufayli oyog'imdan chopildim. Shuning uchun baridan to'ydim. Men ham yosh bola emasman endi. Bo'ldi, oxirgi so'zim. Rossiyaga ketaman. Ketsa bir turotlarga shogird tushib ishlarsan, diplomga yo'q. Xo'p, Hali teatrda yuradi. Ina, xo'p. Bo'lmasa shunday qarorga keldim. Biz Ulug'bek bilan Rossiyaga ishga ketamiz. Lekin bir muammo qiynaydi. Ulug'bek tugur hattoki o'zimga ham bilet olish uchun pul yo'q, pulimiz kam bo'lsa. Ne? Aka hozir imkoniyat bor. Aytgancha mening Rossiyaga ishlashga jo'natayotgan bir tanishim bor. O'sha eshitishimcha biletga ham ozmoz yordam qilar emish. Shunga uchrashib ko'raylik aka. Bo'lmasa Ulug'bekjon tanish bor ekan. Borib uchrashib ko'ringlar bolalar. Shunday ishlardan rozi bo'lib, armonsiz o'tib ketardimi? Bo'lmasa erta kunni kech qilmaylik aka. Ha, Rossiya bo'lsa, Rossiyada boramiz, kelamiz ishlab, nima ham qilardik. Qani ilohi omid. Ilohim shu ayollarimizning didiyosini eshitishdan Allohim o'zi asrasin. aka, Yur Ulug'bek. aka to'xtang, men ham siz bilan boraman. Bitiraylik. Jon bola, choyni ichib ketmaysanmi? Mana choy deysiz hozir. Yuring aka. Ha, yo'llaringizni berib bolalar. Yuring.